Mening ismim Pitkoxman. Men Vaysida guruh sherigiman va Vaysi bitiruvchisiman. Men 2010 yilning qish mavsumida Optimizili kompaniyasining hamta'sischisi va texnologiya bo'yicha bosh direktor edim. Ushbu suhbatda men sizning dastlabki yirik korxona mijozlaringizni jalb qilish jarayonini bosqichma-bosqich tushuntirib beraman. Men buni savdo voronkasining ketma-ket bosqichlariga e'tibor qaratish orqali amalga oshirmoqchiman. Mijoz izlash, aloqa o'rnatish, malakani aniqlash, narxlash, bitimni yakunlash va amalga oshirish. Men Optimizilida sotishni o'rganish jarayonida o'zlashtirgan ko'plab taktik maslahatlar va kutilmagan saboqlarni imkon qadar ko'proq kiritishga harakat qilaman. Asosan dasturiy ta'minot startaplari uchun korporativ savdoga e'tibor qarataman. Ammo bu suhbat har qanday asoschiga foydali bo'lishi kerak. Savdoni boshlash haqida gapiramiz. Mijozlaringizning hajmi yoki nima sotayotganingizdan qat'i nazar, men nima uchun bu suhbatni o'tkazyapman? Avvalo, bunga talab mavjudligini aniq bilaman. Vaysida men bilan ishlaydigan aksariyat asoschilarda dastur davomida eng asosiy e'tibor sotuvlarga qaratiladi. Ikkinchidan, tajribamdan shuni bilamanki, savdo qilish o'rganish mumkin bo'lgan mahoratdir. Hamta'sischidan men ikkalamiz ham texnik bilimga ega edik. Biz mahsulotni qanday yaratishni bilardik-ku, ammo uni odamlarga qanday qilib ishlatishni bilmasdik. Biz buni sinov va xato orqali o'rganib oldik. Va bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan birinchi muhim saboq aynan shu. Agar siz endi boshlayotgan startap asoschisi bo'lsangiz va boshqa korxonalar sotib olishini umid qilayotgan mahsulotni yaratayotgan bo'lsangiz, uni o'zingiz sota olasiz. Mana bu yaxshi xabar. Yomon xabar shuki, mahsulotingizni sota oladigan yagona shaxs ehtimol siz bo'lishingiz mumkin. Ya'ni, agar siz avvaliga mahsulotingizni o'zingiz sota olmasangiz, ehtimol buni siz uchun bajara oladigan boshqa odamni yollash imkoningiz ham bo'lmaydi. Endi agar siz ham xuddi biz kabi bo'lsangiz, ehtimol shunday o'ylayotgan bo'lsangiz kerak. Bozorda juda ko'p iste'dodli sotuvchilar mavjud. Ulardan birini yollash o'zimiz qilishga urinishdan ko'ra tezroq bo'lmasmidi? Axir siz boshqa har qanday lavozim, masalan, dizaynerlar, yuristlar yoki buxgalterlar bilan ham shunday yo'l tutgan bo'lardingiz-ku. Muammo shundaki, mahsulotingiz bozorga mos kelishini topishdan oldingi savdo strategiyasi, uni topganingizdan keyingi savdo strategiyasidan tubdan farq qiladi. PMFgacha bo'lgan sotuvlar asosan tadbirkorlik xususiyatiga ega. Bu mijozlar bilan ishonchli munosabatlar o'rnatish, ko'p tajribalar o'tkazish va mahsulotni yaratayotgan odamlar bilan tezkor fikr almashishni talab qiladigan uzoqni ko'ra bilish qobiliyatini talab etadi. Bu asoschilarga mos vazifa. Demak, agar siz mahsulot yaratayotgan texnik asoschilari jamoasi bo'lsangiz, sotuvlarni amalga oshirish uchun biznes sohasidagi hamkorni topishingiz kerakmi? Xo'sh, ehtimol biznesni sotish uchun ham sizga hammasiz kerak bo'lmaydi. Men ko'plab texnik asoschilar bilan ishlaganman. Ular keyinchalik sotuvda ajoyib natijalar ko'rsatishdi. Ba'zi hollarda bu ularni juda ham hayratga soladi. Xo'sh, buning sababi nima? Agar siz mahsulot yaratayotgan texnik asoschisi bo'lsangiz, sizda sotuvda katta ustunlik beradigan bir nechta afzalliklaringiz bor. Birinchidan, siz hal qilayotgan muammo va yaratayotgan mahsulot bo'yicha chuqur bilimga ega mutaxassissiz. Va ikkinchidan, sizda qat'iy ishonch bor. Mahsulotingiz mijozingizning muammosini hal qilishiga sidqidildan ishonasiz. Savdoda tajriba va ishonch kutilmaganda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu, ayniqsa, sotuvni psixologik hiylalarga to'la qorong'u san'at deb noto'g'ri tasavvur qiladigan odamlarni hayratga soladi. Savdo odamlarni aldashga emas, balki boshqa narsaga qaratilgan. Bu asosan odamlarga o'z muammolarini yechishda ko'maklashish haqida. Muhandislar bu ishni a'lo darajada bajarishadi. Xullas, endi men sizni o'z mahsulotingizni sota olishingizga ishontirganimdan keyin keling, buni qanday amalga oshirish haqida gaplashaylik. Aytganimdek, biz odatiy savdo voronkasining bosqichlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Keling, qidiruv ishlaridan boshlaymiz. Prospektiv faoliyat potensial mijozlarni izlab topishni anglatadi. Bu bosqichning natijasi sizning mahsulotingizga ehtiyoj sezishi mumkin bo'lgan kompaniyalar ro'yxati va o'sha kompaniyalarda uni sotib olishi mumkin deb o'ylagan aniq shaxslardir. Qidiruv uchun ko'plab vositalardan foydalanish mumkin. Lekin ishni boshlashdan oldin sizda gipoteza bo'lishi kerak. Sotuv gipotezasi shunday bo'ladi. Mijozda vay muammo bor va bizning mahsulotimiz bu muammoni yechishga yordam beradi. Yaxshi gipoteza kimlar bilan muloqot qilish kerakligini oydinlashtirib, istiqbolli mijozlarni izlashni osonlashtiradi. Masalan, Optimizili kompaniyasida bizning dastlabki farazimiz taxminan shunday edi. Kichik va o'rta hajdagi texnologiya, ommaviy axborot vositalari hamda elektron tijorat kompaniyalarining marketologlar o'z veb-saytlarida A/B testlarini o'tkazishni istaydilar. Ammo ular buni qila olmaydilar. Chunki tayyor tajriba vositalari foydalanuvchilardan kod yozishni talab etadi. Optimizili ularga kod yozmasdan A/B testlarini o'tkazish imkonini beradi.
Shunday aniq gipotezaga ega bo'lganingizdan keyin izlanish ishlariga kirishishingiz mumkin. Siz yechmoqchi bo'lgan muammoga duch kelishi mumkin bo'lgan kompaniyalarni aniqlashdan boshlang. Buning bir usuli ma'lum bir sohadagi barcha kompaniyalarning sanoat ro'yxatlarini sotib olib, so'ngra ushbu kompaniyalarni saralash va maqsadli ro'yxatni qisqartirish uchun ayrim mezonlardan foydalanishdir. Masalan, Optimizida biz Buldwit nomli vositadan foydalanib, potensial mijozlar tahliliy vositalar va JavaScript frameworklardan foydalanayotganini aniqladik. Chunki bu kompaniyaning nisbatan rivojlangan va o'z veb-saytiga e'tibor beradigan ekanligini ko'rsatuvchi belgilar edi. Kompaniyalar ro'yxatini tuzganingizdan keyin shu kompaniyalardagi tegishli shaxslarni va ularning aloqa ma'lumotlarini topishingiz zarur bo'ladi. Buni osonlashtiruvchi vositalar bor. Ushbu video qishki 24 guruh davomida yozib olingan bo'lib, hozirgi guruhda ko'plab asoschilar bu maqsadda Apollo va LinkedIn Sales navigator xizmatlaridan foydalanmoqda. Endi sizda potensial mijozlar ro'yxati mavjud. Ya'ni siz mahsulot yoki xizmat taklif qilayotgan kompaniyalarda xarid qilishi ehtimoli yuqori bo'lgan aniq shaxslar. Endi sizning vazifangiz ularning e'tiborini jalb qilishdan iborat. Bu bosqich aloqa o'rnatish deb nomlanadi. Targ'ibotning asosiy maqsadi odatda istiqbolli mijoz bilan uchrashuv belgilashdan iborat. Ko'pchilik asoschilar sovuq aloqani buning asosiy usuli deb hisoblashadi. Ammo potensial mijoz bilan uchrashishning eng oson yo'li ularning o'zlari sizga murojaat qilishiga erishishdir. Siz savdo yetakchiligiga asoslangan yondashuvdan foydalanmoqchi bo'lsangiz ham, ichki talabni oshirish uchun barcha imkoniyatlardan foydalanishingiz lozim. Erta va tez-tez boshlab turing. Muammolariga yechim qidirayotgan potensial mijozlar topa oladigan videolar va blog postlari singari texnik mazmundagi kontent yarating. Odamlar boshqalar bilan baham ko'radigan o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish namoyishlarini yarating. Mijozlaringiz ko'p vaqt o'tkazadigan internet forumlarini toping va u yerda savollarga javob berish orqali o'zingizni ekspert sifatida ko'rsating. Buni amalga oshirishning yagona usuli yo'q, ammo mijozlaringiz e'tiborini jalb qilish va ularni siz bilan bog'lanishga undash mahoratini qanchalik yaxshi egallasangiz, savdo jarayoningiz shunchalik samarali bo'ladi. Shu jihatdan, agar barcha mijozlaringiz sanoat anjumanlarida to'planishsa, siz ham albatta u yerda bo'lishingiz lozim. Ishtirokchilar ro'yxatini oldindan qo'lga kiritish yo'lini toping va uchrashuvlarni oldindan ko'plab rejalashtiring. Siz suhbatlashmoqchi bo'lgan ma'lum bir istiqbolli mijozni aniqlaganingizdan so'ng, avvalo u bilan iliq tanishuv yo'lini topishga harakat qiling. Agar imkon bo'lsa, LinkedInda umumiy aloqalarni topib, tanishtirishni so'rang. Sovuq xatlar yuborish odatda istiqbolli mijozlarning e'tiborini tortishning eng samarasiz usuli hisoblanadi. Biroq to'g'ri yondashilsa, bu usul hamon samarali bo'lishi mumkin. Har bir elektron xatni qo'lda yozishdan boshlang. Email xabarlaringizni qisqa va lo'nda qiling hamda so'rovingizni aniq ifodalang. Shuningdek, har bir qabul qiluvchiga nima sababdan murojaat qilayotganingizni aniq ko'rsatib o'tishingiz lozim. Xususan, odamlarda o'rnatilgan spam filtrlari mavjud va agar sizning elektron xatingiz minglab kishilarga yuborilgandek ko'rinsa, u darhol o'chirib tashlanadi. Bu oxirgi masalada sovuq elektron xatlar uchun qo'l keluvchi bir qoida bor. Faqat o'zingiz o'qishdan zavqlanadigan xatlarni yuboring. Siz yubormoqchi bo'lgan xatni olishdan o'zingiz zavqlanmasangiz, ehtimol bo'lajak mijozingiz ham undan zavqlanmaydi. Davom etishdan oldin, YC kompaniyasi asoschilari orasida ko'p uchraydigan ma'lum bir xato qolip haqida biroz to'xtalib o'tmoqchiman. Ko'plab asoschilar o'z qo'ng'iroqlarini qabul qiladigan har qanday odam bilan suhbatlashishdan boshlaydilar. Bu yondashuvning muammosi shundaki, u a'lo mijozlar bo'lishi mumkin bo'lgan odamlarni emas, balki suhbatlashish oson bo'lgan kishilarni saralab oladi. Shuning uchun agar bu masalada o'zingizni qattiq nazorat qilmasangiz, vaqtingizni behuda sarf qilib gaplashish oson bo'lgan, ammo foydasi yo'q mijozlar ortidan quvib yurasiz. Men va esa asoschilari doimo shu xatoni takrorlayotganini kuzatib kelmoqdaman. Men buni tushunaman. Kompaniya boshlaganingizda odamlarning e'tiborini o'zingizga qaratish qiyin bo'ladi. Elektron pochta orqali notanish kishilarga xabar yuborish ruhiy tushkunlikka olib keluvchi mashaqqatli jarayon. Shuning uchun mahsulotingizni hech qachon sotib olmasa ham, siz bilan suhbatlashishga tayyor bo'lgan odamlarga e'tibor qaratish jozibali tuyuladi. Bu xatoning eng xavfli tomoni shundaki, yomon mijozlar bilan muloqot qilish sizga hech qanday natijaga erishmayotgan bo'lsangiz ham, muvaffaqiyat qozonayotgandek tuyg'usini beradi. Sizga yordam qilayotganini o'ylaydigan odamlardan mahsulot haqida ko'plab ajoyib fikr-mulohazalar olasiz. Ammo siz mahsulotingizga haqiqatan ham ehtiyoji bor odam bilan suhbatlashmayotganingiz sababli bunday fikr-mulohaza eng yaxshi holda foydasiz, eng yomon holda esa zararli bo'lishi mumkin. Amalda men asoschilarda bu xatoni ikki xil usulda kuzataman. Birinchidan, startaplarga korporativ dasturiy ta'minotni sotishga urinish orqali. Endi, agar sizning mahsulotingiz kompaniyalar faqat katta bo'lganda paydo bo'ladigan muammoni hal qilsa, masalan, xodimlarni boshqarish axborot tizimi kabi, uni startaplarga sotishga urinish vaqtini behuda sarflash bo'ladi. Lekin asoschilar buni hamon tez-tez qilishadi. Chunki boshqa startaplar bilan muloqot qilish yirik kompaniyalarning band rahbarlariga nisbatan ancha osonroq.
Ikkinchisi esa yuqoridan qabul qilinishi lozim bo'lgan mahsulotni pastdan yuqoriga yo'naltirilgan usul bilan joriy qilishga urinishdir. Bu biroz professional atamalar bilan aytilgan, shuning uchun uni misol keltirib tushuntirib beraman. Notion singari mahsuldorlik dasturini yaratayotganingizni tasavvur qiling. Mahsulotingizni pastdan yuqoriga qarab joriy qilish mumkin. Ya'ni kompaniyadagi boshqa hech kim bilan muvofiqlashtirmasdan, alohida xodimlar yoki jamoalar undan mustaqil ravishda foydalanishni boshlashlari mumkin. Va bu holda alohida hissa qo'shuvchilar yoki ularning bevosita rahbarlari bilan gaplashish mutlaqo to'g'ri bo'ladi. Lekin katta shifoxonalar uchun dasturiy ta'minot ishlab chiqarayotgan bo'lsangiz-chi? Shifoxona sizning mahsulotingizni qo'llashni boshlash uchun turli bo'limlarning o'zaro hamkorlikda ishlashi talab etiladi. Shuning uchun xavfsizlik va muvofiqlik masalalarida SEO axborot texnologiyalari bo'yicha bosh direktorning roziligini olishingiz kerak bo'lishi mumkin. Sizning mahsulotingizni ularning ichki tizimlari bilan birlashtirish uchun ularning dasturiy ta'minot jamoasi kerak bo'ladi. Shifokorlar har bir qabuldan so'ng hisob-kitob kodlarini kiritishlari, ularning operatsion guruhi esa to'lovlarni boshqarishi va shu kabi boshqa vazifalarni bajarishi lozim. Bu holda alohida shifokor bilan suhbatlashish foyda bermaydi. Bitim tuzish uchun moliyaviy direktor yoki axborot texnologiyalari bo'yicha bosh direktor kabi yuqori lavozimdagi rahbar bilan suhbatlashishingiz kerak. Hozirda Vice kompaniyasi haqida shunday fikr tarqalgan, yaxshi mijoz bo'lmasa ham tez sotib oladigan firmalarga mahsulotingizni sotishingiz kerak ekan. Bu noto'g'ri tushuncha. Tez xarid qiladigan kompaniyalarni topishga harakat qilishingiz lozim. Biroq mahsulotingizga haqiqatan ham ehtiyoji bo'lmagan yoki yaxshi mijoz bo'la olmaydigan kompaniyalarga sotish uchun vaqtingizni sarflamang. Siz hal qilayotgan muammoga duch kelgan, shuningdek, mahsulotingizni sotib olish uchun yetarli mablag' va qaror qabul qilish huquqiga ega bo'lgan insonlarni topishingiz zarur. Bu masala ustida keyinroq batafsil to'xtalamiz. Keling, savdo voronkamizga qaytamiz. Shunday qilib, siz bo'lajak mijoz bilan telefon orqali bog'lanishga erishdingiz. Birinchi qo'ng'iroqda sizning vazifangiz mahsulotingizni sotish emas. Bu keyinroq keladi. Birinchi qo'ng'iroqda biz faqat ikkita narsani amalga oshirmoqchimiz. Birinchidan, biz mijozimizni baholashga harakat qilamiz. Buning uchun biz hal qilmoqchi bo'lgan muammolarda mavjudligini, mahsulotni sotib olish uchun yetarli mablag'lar borligini va qaror qabul qilish vakolatiga ega ekanliklarini aniqlashga intilamiz. Ikkinchidan, mahsulot namoyishi uchun keyingi uchrashuvni rejalashtirmoqchimiz. Endi ko'plab asoschilar birinchi suhbatdayoq to'g'ridan-to'g'ri o'z taqdimotlariga sho'g'ib ketib, muvaffaqiyatsizlikka uchraydilar. Bu ta'sischilar eng katta xatolardan biriga yo'l qo'yishmoqda. Ta'sischilar mahsulotini sotishda yetarlicha savol bermayaptilar. Ular savdoning qanday ishlashini noto'g'ri tushunganlari sababli bu xatoga yo'l qo'yadilar. Ular sotmoqchi bo'lgan kompaniyani katta, yaxlit bir tuzilma sifatida tasavvur qilishadi. Ular savdo jarayoniga raqobatli deb qaraydilar. Bunda ularning vazifasi maqsadli mijozlarning himoyasini buzadigan mukammal taklif ishlab chiqishdan iborat deb o'ylaydilar. Ammo ba'zi ishlatilgan avtomobil savdo markazlaridan tashqari, haqiqiy hayotda savdo-sotiq bunday amalga oshirilmaydi. Haqiqiy dunyoda siz deyarli har doim katta yaxlit tashkilotga emas, balki alohida shaxsga sotasiz. Bu esa yaxshi xabar. Chunki tashkilotlarga qaraganda odamlarni tushunish osonroq va bu real hayotda juda muhim ahamiyatga ega ekan. Savdo raqiblikka asoslanmagan faoliyatdir. Bu mijozning muammosini chuqur anglab yetish va uni hal qilishga ko'maklashish haqidadir. Zo'r sotuvchilar vaqtlarining ko'p qismini tinglashga sarflaydilar. Chunki bu boshqalarning muammolarini tushunishning eng samarali yo'lidir. Ular har xil savollar so'rashadi. Bu qo'ng'iroqqa javob berishga nima sabab bo'ldi? Bu muammo haqida menga aytib bering. Uni qachondan beri egalik qilyapsiz? Bu qanchalik jiddiy? Yana bu kimlarni ta'sirlaydi? Ta'sirni qanday o'lchaysiz? Nega buni allaqachon hal qilmadingiz? Buni hal qilish uchun qancha mablag' ajratmoqchisiz? Tashkilotingiz qanday qilib dasturiy ta'minot xarid qiladi? Zarid qilish qarorini kim chiqaradi? Bu qaror bo'yicha yana kimning fikrini olish kerak bo'ladi? Endi ba'zan bunday savollarni berganingizda, siz hal qilmoqchi bo'lgan muammo aslida bo'lajak mijozingizda yo'qligini aniqlab olasiz. Yoki ular bunga ega, lekin muammoni hal qilish uchun yetarlicha ahamiyat berishmaydi. Yoki ularda byudjet yo'qligi yoxud boshqa ko'plab sabablar tufayli ular siz uchun yaxshi mijoz bo'la olmaydilar. Va agar siz shunday qilsangiz ajoyib bo'ladi. Siz o'zingizning va potensial mijozingizning ancha vaqtini tejab qoldingiz. Siz energiyangizni hozir xarid qilish ehtimoli yuqori bo'lgan boshqa istiqbolli mijozlarga qaratishingiz mumkin. Boshqa tomondan, agar potensial mijozingizda siz yecha oladigan muammo borligi aniqlansa, omadingiz chopgan bo'ladi. Mahsulotingizning qanday ishlashini ko'rsatish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Keyingi bosqich namoyish bo'ladi. Ko'pchilik asoschilar namoyishni nihoyat o'z mahsulotlarini ko'rsatib berish imkoniyati deb hisoblaydilar. Mening tajribamga ko'ra, bu usulda o'ylash, shubhasiz, yomon namoyish ko'rsatishga olib keladi. Chunki demodagi vazifangiz mahsulotingizni namoyish qilish emas.
Bu auditoriyangizni ularning muammosini yechishda yordam bera olishingizga ishontirish uchundir. Men o'rgangan foydali usullardan biri namoyishingizni ajoyib filmning ssenariysi sifatida tasavvur qilish. Ajoyib ssenariy doimo bosh qahramonning kim ekanligi haqidagi qisqa ma'lumot bilan boshlanadi. Bu sizning foydalanuvchingiz va u yechmoqchi bo'lgan muammo. Bu birinchi qo'ng'iroqda qanchalik diqqat bilan tinglaganingizni ko'rsatish imkoniyatingizdir. Auditoriyangiz sizning ularning kompaniyasi va muammolarini tushunishingizga ishonch hosil qilsa, muammolarni qanday hal etish haqida gapirganda ular sizni jiddiy qabul qilishadi. Mahsulotni ko'rsatishga tayyor bo'lganingizda, auditoriyaga uning barcha xususiyatlarini namoyish qilish uchun ekrandan ekranga o'tib yurish istagidan o'zingizni tiying. Bunday funksiyona sayohat qilmang. Buning o'rniga bosh qahramoningiz o'z muammosini aynan qanday hal qilishini ko'rsatib beruvchi hikoyani so'zlab bering. Aslida gap shunda, zo'r namoyishlar aslida yaxshi hikoyalarga o'xshab ketadi. Ularda har bir qadam keyingisiga olib boradigan izchil jarayon mavjud va siz ko'rsatayotgan har bir xususiyat o'sha joyda bo'lishining aniq sababi bor. Ularda odatda bir yoki bir nechta sehrli lahza bo'ladi. Bu lahzalarda siz tinglovchilaringizni biror narsaning qanchalik oson yoki yoqimli ekanligini ko'rsatib, ularni hayratga solasiz. Ajoyib namoyishlar auditoriyaga moslashtirilgan bo'ladi. Bu yerda siz birinchi qo'ng'iroqda to'plagan barcha ma'lumotlardan foydalanasiz. Namoyishni ularning kompaniyasiga moslashtirish, ularning logotipi, veb-sayti, mijozlari va jamoa a'zolarining ismlaridan foydalanish imkoniyati paydo bo'ladi. Shunday qilib, taqdimotni aynan ular uchun moslashtirilgan holda o'tkazishingiz mumkin. Mahsulotingiz ularning kompaniyasida qanday ishlay olishini aniq tasavvur qilishlariga qanchalik ko'p yordam bersangiz, shunchalik yaxshi natija olasiz. Optimizilining ilk kunlaridan sizga bir misol keltiraman. Dan va men qurilishni boshlaganimizda biz barcha raqiblarimiz bilan namoyish seanslarini rejalashtirdik va ularning har biri A/B testlarini o'tkazishda o'z mahsulotlaridan foydalanish jarayonini ko'rsatish uchun shunchaki namunali veb-saytdan foydalandi. Va biz buni rostdan ham juda zerikarli deb o'yladik. Shunday qilib, mahsulotimizni shunchaki soxta veb-sayt o'rniga to'g'ridan-to'g'ri mijozlarimizning o'z veb-saytlari namoyish etishni osonlashtiradigan xususiyatni chiqish uchun bir necha hafta sarfladik. Marketologlarning o'z sahifalaridagi o'zgarishlarni ko'rib, ko'zlarida quvonch uchqunlarini payqaganimda, bu ishning qanchalik ahamiyatli ekanligini angladim. Bu ishni o'zlari qilganlarida bir necha oylarni olgan bo'lardi. Shunday qilib, agar siz vazifangizni yaxshi bajarsangiz, potensial mijozlaringiz va ularning jamoasi bu uchrashuvdan chiqib, siz ularning muammosini hal qila olishingizga to'liq ishonch hosil qilishadi. Agar shunday bo'lsa, narxlarni muhokama qilish payti keldi. Ta'sischilardan o'z mahsulotlariga narx belgilash bo'yicha ko'plab savollar olaman. Va aslida buning uchun oddiy bir qolip mavjud emas. Formula bo'lmasa, qanday qilib son tanlash mumkin? Yaxshiyamki, jarayonning oldingi bosqichlarida ishingizni yengillashtiradigan savollarni berishingiz mumkin. Bu muammo kompaniyangizga qancha zarar yetkazayotganini bilasizmi? Ichki yechimingizni saqlab turish uchun nechta odam mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan? Bu muammoni hal etish uchun qancha mablag' ajratmoqchisiz? Mening raqobatchimga qancha mablag' sarflayapsiz? Bu savollarni berish imkoniyatingiz bo'lguncha narxlaringizni aytmasligingiz ham yaxshi. Aslida agar mahsulotingizni joriy qilish uchun ko'p mehnat yoki moslashtirishlar talab etilsa, mijozingizning aniq ehtiyojlarini tushunib yetmaguningizcha narx taklif qilmasligingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Har qanday holatda ham, agar siz bu savollarning barchasini oldindan so'ragan bo'lsangizda, aslida narx belgilash jarayoni boshida ko'p taxminlarga asoslanadi. Startaplarga beradigan maslahatim shundan iboratki, narxlash bo'yicha har bir suhbatni tajriba o'tkazish imkoniyati deb bilsinlar. Bu tajribada ular ma'lum bir narx nuqtasini sinab ko'radilar va bo'lajak mijozning unga bo'lgan munosabatidan saboq chiqaradilar. Optimizilining ilk davrlarida biz mahsulotimizning oddiy versiyasi uchun kredit kartasini ishlatib to'lov qilishni istagan mijozlarga mo'ljallangan o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish narxlarini hamda sotuvchilar orqali amalga oshiriladigan korporativ rejani e'lon qilgan edik. Biz korxonalar uchun tarifni e'lon qilmadik. Bu bizga har safar turli narxlarni sinab ko'rish imkoniyatini berdi. Ta'sischilar narx belgilashda ko'pincha yo'l qo'yadigan xato o'z mahsulotlari uchun juda kam haq olish yoki hatto mahsulot haqida fikr-mulohaza olish evaziga uni butunlay bepul taqdim etishdir. Ta'sischilar buni haddan tashqari yuqori narx belgilashdan xavotirganliklari sababli shunday qilishadi. Ular mijozlarni cho'chitib yuborishmoqchi deb o'ylashyapti. Men o'rgangan eng ajablanarli narsalardan biri shundaki, mijoz sizning mahsulotingizni chindan ham xohlasa, unga haddan tashqari yuqori narx aytib, uni cho'chitib yuborish qiyin bo'ladi. Masalan, hammuassasim Den savdo qo'ng'irog'idan so'ng menga dasturiy ta'minotimiz uchun mijozga oyiga $10,000 narx aytishga o'zida jasorat topganini aytganini eslayman. Va bo'lajak mijoz bizni oyiga $2,000 narxgacha tushirishga ko'ndirib, keyin sotib oldi.
Bizning dastlabki narximiz ular to'lashga tayyor bo'lgan summadan 5 barobar yuqori edi. Lekin ular baribir xarid qilishdi. Aslida yuqori narxlar mijozlaringiz mahsulotingizga chindan ham ehtiyoj sezayotganini yoki yo'qligini aniqlashingizga yordam beradi. Mashhur Collison aka-ukalar dastlab stripping xizmati uchun raqobatchilarga nisbatan yuqoriroq narx belgilagan edilar. Ular o'z mahsulotlarini shunday sharoitda ham sota olishlari, ularning muhim bir narsani kashf etganliklarining ishonchli dalili bo'ldi va bu ularga yechimga eng muhtoj bo'lgan mijozlarga e'tiborini qaratishda yordam berdi. Yuqori narxlar mijozlarni jiddiyroqqa aylantirib, bu meni narxlash haqidagi yana bir muhim masalaga olib keladi. Esda tutingki, narxlar haqidagi eng muhim suhbatlar siz bo'lmagan joyda o'tkaziladi. Sizning bo'lajak mijozingiz tashkilotdagi boshqa odamlarni mahsulotingiz siz so'rayotgan narxga arzishiga ishontirish kerak bo'ladi. Narxlaringiz qanday ishlashini tushuntiradigan slaydlar yoki bir sahifalik PDF hujjatni ularga taqdim etish orqali ularning ishini yengillashtira olasiz. Mahsulotingiz haqida umumiy ma'lumot va undan foydalanishning afzalliklarini kiritish odatda yaxshi g'oya hisoblanadi. Bu ayniqsa, bo'lajak mijozingiz mahsulot bilan tanish bo'lmagan odamlar bilan muloqot qilish kerak bo'lgan holatlarda foydali bo'ladi. Har holda, boshlang'ich bosqichda narxlash haqida ko'p bosh qotirmang. Siz uchun biroz noqulaylik tug'diradigan raqamni tanlang va mijoz nomzodining bunga qanday munosabat bildirishi yoki qanday javob berishiga e'tibor qarating. Ularning sizni narxni tushirishga undashlariga rozi bo'lishingiz mumkin. Esda tutingki, dastlabki bir necha savdongizda siz foyda olishga emas, balki tajriba orttirish va o'rganishga e'tibor qaratyapsiz. Endi narx bo'yicha kelishib olganingizdan keyin bitimni yakunlash payti keldi. Yopish jarayoni bitta suhbat bilan cheklanmaydi. Bu mijozingiz mahsulotingizni xohlashini qaror qilgan paytdan to uni haqiqatdan sotib olgunga qadar sodir bo'lishi kerak bo'lgan bir qator jarayonlardir. Yirik kompaniyalar, ayniqsa qattiq nazorat qilinadigan sohalardagi korxonalar odatda rasmiy xarid jarayonlariga ega bo'ladi. Bu jarayonlar ko'pincha xavfsizlik va maxfiylik tekshiruvlari, huquqiy ko'rib chiqishlar hamda muvofiqlik guruhlari tomonidan tasdiqlash kabi bosqichlarni o'z ichiga oladi. Kichikroq kompaniyalarda bu jarayon kamroq rasmiy bo'lsa-da, siz kamida ularning huquqshunoslar jamoasi bilan shartnomani batafsil ko'rib chiqish bosqichidan o'tishingizga tayyor bo'lishingiz lozim. Bu bosqichda ta'sischilarning yo'l qo'yadigan eng katta xatosi shundaki, ular bitgan deb o'ylagan kelishuv aslida tugallanmaganini va qo'shimcha haftalab yoki oylab muzokaralar talab etishi yoki butunlay bot bo'lishi mumkinligini kutilmaganda bilib qolishadi. Bu ularni hayratga soladi. Endi hayratlanib qolmaslikning yo'li yana bir marta ko'plab savollar berishdir. Bo'lajak mijozingizdan dasturiy ta'minotni qanday xarid qilishi va kimning roziligini olish kerakligi haqida dastlab so'rash, imzo olish uchun qanday to'siqlarni yengishingiz zarurligi to'g'risida aniq tasavvur hosil qilishingizga yordam beradi. Ushbu bosqichda xarid jarayonini tezlashtirish uchun barcha imkoniyatlardan foydalanishingiz lozim. Zavqsizlik so'rovnomasini to'ldirish kabi bosqichlarni erta boshlash va parallel ravishda bajarish imkoniyati borligini aniq so'rab oling. Shuningdek, yuridik hujjatlaringizni iloji boricha sodda tutishga harakat qiling. Vice kompaniyasi Common Paper tomonidan e'lon qilingan ochiq manbali andozalardan boshlashni maslahat beraman. Imkon qadar muddatlar va ish ko'lamini huquqiy shartnomaga kiritmasdan, buyurtma shakliga yoki umumiy loyihani kuzatish hujjatiga joylashtirishga harakat qiling. Eng muhimi, shuni esda tutingki, hozirgi vaqtda sizning yoqlovchingizga aylangan potensial mijozingiz sizning eng katta hamkoringizdir. Ular bilan doimo aloqada bo'lib turishingiz lozim. Biror narsani ajratib olishda qiynalsangiz, avvalo ulardan yordam so'rashing kerak. Esda tutingki, siz xarid jarayonini yakunlamaguncha ular o'z muammolarini hal qila olmaydilar. Shu sababli ular sizga bu ishni amalga oshirishda yordam berishdan juda manfaatdordirlar. Endi sizda imzo bor, tabriklaymiz. Endi mijozingiz sizning mahsulotingizdan amalda foydalanishni boshlash vaqti keldi. Bu amalga oshirish bosqichi bo'lib, bugun biz muhokama qiladigan oxirgi qadamdir. Men shu bilan boshlayman. Ta'sischilarning eng katta va jiddiy xatosi amalga oshirish jarayonini butunlay mijozning asosiy vazifasi deb noto'g'ri o'ylashdir. Optimiz yilida biz bu xatoni bir necha marta takrorladik. Aslida biz mahsulotimizdan zavqlangan mijozlar bilan 6 xonali summadagi bitimlarni tuzdik. 1 yil o'tgach, ularning yangilash vaqti kelganda, biz Optimiz yili yordamida birorta ham AB testini o'tkazmaganliklarini aniqladik. Bu dastlab biroz tushunarsiz tuyuldi. Mahsulot uchun shuncha pul to'lashga rozi bo'lgan mijoz nima sababdan undan mutlaqo foydalanmaydi? Bu holda bevosita sabab shuki, bizning dasturiy ta'minotimizni sotib olgan marketing jamoasi, dasturiy ta'minot muhandislari jamoasini uni veb-saytlariga o'rnatishda yordam berishga ishontira olmadi. Aslida asosiy sabab esa biz o'z muhim vazifamizni to'liq bajarmadik. Albatta, biz mijozimiz faqat mahsulot sotib olmoqchi deb o'yladik. Shuning uchun unga mahsulotni sotdik-ku, qolgan ishlarni o'ziga havola qildik. Aslida mijozlarimiz muammoga yechim sotib olishardi va mahsulotni to'liq yechimga aylantirish uchun zarur bo'lgan barcha ishlar bizning zimmamizdagi mas'uliyat edi.
Biz sotuv jarayonining dastlabki bosqichlaridanoq marketing rahbarlaridan optimizmlikni joriy etish uchun zarur bo'lgan ishlar haqida so'rashni o'rganib oldik. Biz shartnoma imzolanishidan ancha oldin marketing va muhandislik bo'limi rahbarlari bilan batafsil amalga oshirish rejalarini ishlab chiqishni boshlaganmiz. Aslida, agar biz buni haqiqatan ham uddalay olmasak, umuman bu kabi shartnoma tuzmasdik. Albatta, biz o'rgangan usul shundan iborat ediki, mijoz bilan ishlashni xuddi o'z kompaniyamizdagi yuqori ustuvorlikka ega loyihani boshqarganday ko'rib chiqishimiz kerak edi. Bu jarayonni loyiha boshqaruvi tamoyillari asosida olib borishimiz lozim edi. Shu sababli biz birgalikda harakat rejasini ishlab chiqdik. Har bir vazifaning mas'ul shaxsi borligiga ishonch hosil qildik. Biz har ikki tomonning vazifalarini o'z vaqtida bajarishini ta'minlash uchun muntazam nazorat yig'ilishlarini tashkil etdik. Sizning savdo voronkangiz aslida mijozingiz mahsulotingizdan odatiy tarzda foydalana boshlagandagi yakunlangan hisoblanadi. Va siz shu nuqtaga yetib kelganingizda sizni tabriklayman. Umid qilamanki, sizda umrbod mijoz paydo bo'ldi. Hop, bugun biz juda ko'p narsalarni qamrab oldik. Mijoz izlashdan tortib birinchi qo'ng'iroqni amalga oshirishgacha, ajoyib taqdimot o'tkazish, narxlarni belgilash, bitimni yakunlash va nihoyat loyihani joriy etishni boshqarishgacha bo'lgan jarayonlarni ko'rib chiqdik. Albatta, sotuvlar haqida o'rganadigan narsalar juda ko'p va eng yaxshi asoschilar bu mavzuga oid barcha ma'lumotlarni qizg'in o'zlashtirishadi. Agar chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsangiz, Peter Kazanjining Founding Sales kitobini tavsiya etaman. Bu ajoyib resurs bo'lib, internetda bepul foydalanish mumkin. Lekin kompaniya qurishdagi ko'plab murakkab vazifalar kabi bu ishni o'rganishning eng samarali usuli uni amalda bajarib ko'rishdir. Shunday ekan, agar siz faqat bitta narsani eslab qolsangiz, bu aynan shu bo'lishi kerak. Shunchaki boshlashni boshlang. Siz xatolarga yo'l qo'yasiz, ammo ko'p urinishlar natijasida vaziyatni tushunib olasiz va sotish jarayoni sizga tabiiy tuyula boshlaydi. Tez orada o'zingizda yangi g'ayriyoddiy qobiliyat paydo bo'lganini anglaysiz. Siz buni nafaqat mijozlar va daromad olishda, balki mablag' yig'ish va xodimlarni ishga qabul qilishda ham foydali ekanligini ko'rasiz. Tez orada siz ham yangi asoschilarga shunday maslahatlar beradigan bo'lib qolasiz. Tomosha qilganingiz uchun tashakkur.